Savol. Assalomu alaykum ustoz. Ahmad Mamatdan 10 ming dollar qarz oldi. Mamat Ahmadning qarzini qaytara olmasligidan ansirganda, Ahmad 2 oy qarzni qaytarib bo'lguncha mashinasini go'ro'ga qo'ydi va bu oraliqda Mamatning u mashinasidan foydalanib turishiga rozi bo'ldi va kelishdi. Buningga asosan Mamat bu muddatda go'ro'ga qo'yilgan u mashinadan foydalansa joiz bo'lamdi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qarz berib turgan ahvolda olgan go'ro'dan foydalansa va foydalanishni shart qilsa jazoni bo'ladi. Chunki manfaat olib kelgan har qanday qarz jazonidir. Buningda qarz muomalasi bilan boshqa sabablik bo'ynida qolgan pulning farqi bor. Masalan, 10 ming dollar qarz olib, uning uchun qo'yilgan ranadan foydalanish jazoni bo'ladi. Ammo bir uy sotib olib yoki uy ijaraga olib, uningdan 10 ming dollar gadirida qolgan bo'lsa, uning uchun qo'yilgan ranadan foydalanish joiz. Imom Malik va shogirdi Ibn Qosim ilm setimdan qolgan pul uchun qo'yilgan ranadan foydalanish joiz. Qarz uchun qo'yilgan bo'lsa, foydalanish joiz bo'lmaydi. Chunki bu manfaat keltirilgan qarzga aylanadi degan. Imom Ibn Qudamamo rana qarz sababli bo'lsa, rana qo'yg'uchi ranadan foydalanib turishga ijozat bersa-mu joiz bo'lmaydi. Chunki bu manfaat olib kelgan qarzga aylanadi. Bu haromdir. Ammo bir narsa sotib olib yoki uy ijaraga olib yoki qarzdan boshqa sababli bo'ynida pul qolgan ahvolda foydalanishga ijozat bersa, foydalanish joiz bo'ldi degan. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.